Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammangiz sog'misiz, salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz bu Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga bitta eshik, bitta rom olib kelib o'rnatib berdik. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin oddiy narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, razmerlariga keladigan bo'lsak, birinchi romimiz enlari 120 bo'lyapti. Bo'ylari 160 sm. Yoni 2 ga bo'lib, pastini yonini bir dona ochish qildik, tepasini bitta splashni qilib o'tkazib yubordik. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Keyingi razmerimiz, eshigimiz razmerlari enlari 110 bo'lyapti, bo'ylari 220 sm. Buni ikki qanatli qilib, nihoyatda mustahkam qilib o'rnatib berdik. Penalarga e'tiboringlar. Penalarni adida hamma yo'g'iga aylanasiga qo'yib chiqdik. Tepalarini chiroyli qilib yamoqlarimiz deyishdi xonadon egalari. Tepalarni yamab olsangiz nihoyatda go'zal bo'ladi. Xo'p, termol o'chkalarni qo'yganmiz. Ushashga hamma yoq udobli, nihoyatda go'zal bo'lgan. Mana xo'p, taylariga plastmassa lamir qo'yib berdik. Sababi yonida bir dona eshik qo'ydirishgan ekan. Yonida eshigini pastlari ham plastmassa lamir bo'lganligi uchun odatda plastmassa lamir qo'ymaymiz-ku. Plastmassa lamir qo'yib berdik, bir xilda bo'lib o'tib ketsin deb. Xo'p, oynalarga keladigan bo'lsak, oynalari bir qavat oq oynalarni qo'yib berganmiz, qadrli obunachilar. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'ldi. Buni ham yonlarini, atkoslarini olib yonlarga yamash bo'lsa, bu ham nihoyatda go'zal bo'ladi. Ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, ichkari tomondan ko'rinishlari. Qadrli obunachilar, xo'p, romlarimiz taylariga qirg'ili paragonli ham qo'yganmiz, delfinlari. Hamma yoq cho'tka bo'lgan, petlalariga sidalishi ashani o'zini aksessuarlarini ishlatganmiz. Redpin profildan bo'lgan, qadrli obunachilar. Uni yonida yana bir dona eshik qo'yib berganmiz. Bu eshikni qo'yganimizga 6 oy bo'lgan. Xo'p, 6 oy oldin ham razmer berishganda mana shu bir dona eshigini qo'yib berganmiz. Xo'p, enlari 90 sm, bo'ylari 220. Oynasini o'zidan 2 ga bo'lib qo'ya qolganmiz. Oynasini o'zidan 2 ga bo'lib, tepaga framoga qilib, oq oynalarni qo'yib, tubini ham taylariga plastmassa lam bilan qo'yib berganmiz. Plus temir o'chkalarni qo'yib o'tib ketganmiz, qadrli obunachilar. Xo'p, umumiy summasiga to'xtaydigan bo'lsak, qadrli obunachilar, bir dona eshik, bir dona rom Farg'ona viloyati Yazovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga olib kelib o'rnatib berishimiz 3 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishni unutmanglar. Bizni kuzatib boringlar. Bundan qiziq videolar hali oldinda.